Bu videoda men sizlarga qanaqa qilib bir oy davomida Instagramga yangi kontent joylamasam ham, lekin menga 6000 ga yaqin yangi obunachilar kelganini, sirlarini va qaysi strategiyalar ishlatganlarimni tushuntirib o'taman. Agar sizga bu mavzu qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Aytib o'tganimdek, men Instagramga bir oy davomida kirmadim, ya'ni Instagramdan dam oldim. Lekin shunda ham menga 6000 ga yaqin jonli obunachilar keldi. Buning ikkita sababi bor. Birinchisi bu o'zimni oldingi topga, ya'ni rekomendatsiyaga chiqqan reelslarimdan jonli obunachilarni kelishi davom eturdi. Agar siz aytganimdek o'zingizni maqsadli auditoriyangizni, muammolariga yechim bo'ladigan, og'riqli nuqtalarga yechim bo'ladigan mavzularni tanlab turib, o'sha mavzularda kontentlar qiladigan bo'lsangiz, bu albatta bu videolar sizga o'zingizni maqsadli auditoriyangizni olib keladi va davomiy ravishda sizga obunachilarni olib kelaveradi. Agar sizlarga reelslarni million prosmotrga chiqarish, topga chiqarish haqidagi mavzular qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyada o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar. Xudo xolasa YouTube'da keyingi videolarimda mana shu mavzularda video qilishga harakat qilaman. Ikkinchi sababi, men o'sha Instagramdagi yangi funksiya, ya'ni probni rejimini ishlatdim. Bu qanaqa funksiya? Aytaylik, men nima qildim? O'zimni oldin topga chiqqan videolarimni, o'sha million prosmotrli, 500 ming, 700 ming prosmotrli bo'lgan videolarimni olib, Instagramga probni rejimda joyladim. Probni rejim qanaqa? Ya'ni siz o'sha eski videolarimni olib probni rejimda joylashtiradigan bo'lsam, Instagram meni o'sha videolarimni yangi auditoriyaga ko'rsatishni boshlaydi. Ya'ni oldin meni bu videolarimni ko'rmagan auditoriyaga ko'rsatadi va albatta probni rejimda joylaganingizdan keyin sizning o'sha videolaringiz yangi auditoriyada ko'rilgandan keyin o'sha yangi auditoriyadan sizga yangi obunachilarni kelish ehtimoli baland bo'ladi. Ya'ni siz oldingi o'sha topga chiqqan videolaringizni prosta agar qo'yadigan bo'lsangiz Instagramga, bu narsa sizning obunachilaringizni qanaqadir bir bezdirib qo'yishi mumkin. Voy, 2 hafta oldin qo'yilgandi bu reels, yana qo'yilibdi degan holatlar bo'lishi mumkin. O'shaning uchun obunachilarni bezdirmagan holda topga chiqqan videolaringizni siz Instagramga yana qaytadan probni rejimda qo'yadigan bo'lsangiz, sizning eski obunachilaringiz siz qo'ygan bu reelslaringizni ko'rmaydi. Aytib o'tganimdek, Instagram bu videoyingizni yangi auditoriyaga ko'rsatishni boshlaydi va albatta o'tdan sizga yangi obunachilar kelishni boshlaydi. O'shaning uchun albatta shu Instagramni probni rejim funksiyasini albatta ishlatib ko'ring. Bilasizlarmi, ko'pchilik mana Instagramda blog yurg'izadiganlarda, o'sha kontent qiladigan insonlarda hammasida bo'ladi shunaqa tvorческий krizis vaqtlari bo'ladi. Ya'ni reelslarga ideya topishda, reelslarga nimalar deyishda, ya'ni o'sha storieslarga nima mavzularni olib chiqishda bizda shunaqa krizis vaqtlarimiz bo'lib qoladi. Bu narsa menda ham bo'lgan. O'shaning uchun bu narsaga biz jamoamiz bilan zo'r yechim topganmiz. Hozir bilasizlar, sun'iy intellekt vaqti, sun'iy intellektlar rivojlanadigan vaqti. Hozir hamma yo'nalishdagi insonlarga, o'sha biznes egalariga ham, marketologlarga ham, psixologlar, hammaga, o'quvchi, studentlarga ham hammaga hozir sun'iy intellektlarni bilish shart va albatta kontent qiluvchi insonlar ham, Instagramda blog yurg'izuvchi insonlar ham biza sun'iy intellektlardan to'g'ri foydalanishni bilishimiz kerak. Va albatta aytib o'tganimdek, shunaqa reelslarga ideyalar topmagan vaqtlarimizda, reelslarga ssenariylarni yozishga bizda g'oyalar bo'lmagan vaqtlarda biz o'zimizning jamoamiz bilan Content Pro sun'iy intellekt Telegram botini yaratdik. Bu bot sizga reelslaringizga ideyalar beradi. Reelslaringizda nima deyishlaringizgacha, reelslaringizga ssenariylar ham yozib beradi. Storieslaringizga ssenariy yozib beradi. Ya'ni storiesingizda progrevlar ham yozib beradi. Ya'ni siz storieslaringizda sotuv qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha sotuvni, ya'ni sujetli liniyalar bilan triggerlar ishlatib, ya'ni psixologik odamlarga ta'sir qiladigan triggerlarni ishlatib turib, sotuv storieslari ham tuzib beradi. O'shaning uchun albatta agar sizga bu narsa qiziq bo'ladigan bo'lsa, ya'ni shu sun'iy intellektda ishlatib ko'rmoqchi bo'lsanglar, bu videoni izohlarida o'sha Content Pro Telegram sun'iy intellekt Telegram botimizning havolasini qoldiramiz. Bemalol kirib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Aytib o'tganimdek, agar sizlarga reelslarni million prosmotrga chiqarish, reelslarni topga chiqarish haqidagi mavzular qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar. YouTube'imdagi keyingi videolarni mana shu mavzularda qilishga harakat qilaman. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar.